Payg'ambarimiz alayhissalom aytadilarki, bir kun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalar bilan gaplashib o'tiruvdilar. İzca asabiyun hatta intaha ila abihi. Bir bola otasini oldiga keldi. Otasi haligini quchog'iga o'tkazib, famasa arasahu, boshini siladi, qolani erkalatdi. Yana Rasulimiz bilan o'tiruvdi. Bir odamning bir bolasi kirib kelgan ekan, quchog'iga o'tkazib, haligini boshini silab erkalatib. Ana bundan keyin orqasidan bir qiz farzandi keldi, uni haligi yerga o'tkazib qo'ydi. Shunda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam unga qarab, nega uni boshqa tizingga o'tkazmading dedi. Nega o'g'lingni ustun qo'yding, qizingni qaramading deyodilar. Hali sahoba uni ham olib chap tizzasiga o'tkazib, unga ham shu munosabatni qiluvdi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam unga qarab, endi adolat qilding dedilar. Ayniqsa qiz bilan o'g'il munosabatida juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Shuning uchun bizni fiqh kitoblarimizda aytadiki, ota hadiya olib kelsa, o'sha hadiyasini berishlikda birinchi bo'lib qizdan boshlasin deydi. Qizning ko'ngli nozik bo'lganligi uchun birinchi bo'lib qizdan boshlasin deydi. Lekin afsuski bizda azizlar, mana shu qizni yomon ko'rish, ba'zan qiz farzandni bir oz tahqir ko'rish holatlari bor. Lekin aslida bu buyuk bir ne'mat. Bu islom kelib qizlarni, ayollarni haqqi, huquqi juda yuqori tiklangan. Payg'ambarimizdan oldingi jahiliyat davrida qiz ko'rishni uyat sanashgan. Hatto shu darajada johillik bo'lgan ekanki, qarang, ayol kishi homilador bo'lsa, bir chuqurga olib chiqib kutib turar ekan. Tug'ilsa, o'g'il bo'lsa olar ekan, qiz bo'lsa ko'mib olar ekan. Shu darajada bo'lgan. Hatto qizlarini ham tirikligini ko'mib olgani bo'lgan ekan otalarni olib chiqib. Dahshatligi azizlar. Hozir bu yerda o'tirgan hammamiz bundan ta'sirlanamiz. Agar o'sha narsani eshitsa, hatto ba'zi birlarimiz aytamizki, shu ham insonmi? Qanday qilib o'zini qizini ko'mib yuborishi mumkin? Bunaqa bo'lishi mumkin emas deymiz. Lekin tarixda bo'lgan ekan deysiz, yoqingiz ushaysiz. Lekin o'zimizda ba'zan undan battarroq ish qilayotganimiz bilmaymiz. Ular tug'ilganda ko'mib yuborgan bo'lsa, biz tug'masdan turib maydalab yoramiz. Homilador bo'lsa olib boradi. Hozir endi zamonaviy texnologiya kuchayib ketgan apparatlar shunday qiladida, qiz ekan, o'g'il ekan. Qiz ekan desa kerak emas deydi. Ha, u jinsi bilinib qolgan. Odam bo'lib qolgan onaning qornida. Aytadi, "Yo'q" deydi, uni deydi, "Maydalang kerak emas" deydi. Abort. Ha, u nima degani? U o'sha jonni maydalab olish degani. Yana bir necha yillar o'tgandan keyin xuddi biz johiliyatni gapirib, hozir sizlarga johillar bola qizini ko'marar ekan desam, hammangiz ichingizda astag'firulloh deyapsiz. Yana bir necha yillardan keyin kelgusi avlodimizdan bo'lgan ahli ilm mana shu minbarda turib, bizi bobolarimiz davrlarida shunaqa bo'lgan ekan, shu homilador bo'lsa ko'rsatib, qiz bo'lsa oldirib yuborgan ekan desa ajablanishlari tabiiy. Shuning uchun qilayotgan ishimizni mulohaza qilish kerak. Qiz bo'lganligi uchun unga azob berilmaydi azizlar. Qiz bola ota-onani do'zaxdan to'suvchi pardasi dedilar payg'ambarimiz alayhisalom. Qizingizga aksincha yaxshi muomalada bo'lishligingiz talab qilinadi. Qizni uyda katta bir ne'mati deb qabul qilinish kerak. Payg'ambarimiz alayhi solatu vasallamning 4 ta qizlari bo'lganligini esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Bugun qiz ko'rgan kelinga zulm bo'lyapti. Qaynona tomonidan, er tomonidan. Qanaqa degan gap bu? Axir u kelin o'zi xohlab jinsni paydo qila olmaydi. Bu yerda na erni aybi, na kelinda ayb emas bu. Aslida qiz ko'rish ayb ham emas. Lekin shuni nuqson deb qabul qilyapti. Qiz ko'rarkan, ko'p qiz ko'rarkan, haliginga munosabat boshqa. Yo'q, bu islomda adolatni buzilishi bo'ladi azizlar.